Xabaringiz bor, mart oyida davlatimiz rahbari Toshkent viloyatiga tashrif davomida Chirchiq shahrida bo'lganda prezident yangi uy-joylar qurish, eskirgan uy-joy fondini yangilash, shuningdek bo'sh turgan binolardan samarali foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar ham bergandi. Prezident kelgan joyda hech qanaqa aldov bo'lmaydi deb, xo'janim o'zlari yurib boramiz. Chirchiqdan olamiz deb shu maqsadda kelib shartnoma imzolaganmiz. Keyingi yillarda Chirchiq shahrida ham katta o'zgarishlar namoyon bo'lmoqda. Mana hozir shuncha paytdan beri, 4 yildan beri bolalar bilan sarsonmanman. Assalomu alaykum. Bosh vazirman. Mana o'sha arizalaringiz bo'yicha men farmoyish chiqarganman, bilasizlar. Men o'rinbosarimga faqat bitta narsa, endi o'rinbosarim Ramatov boshchiligida men komissiya qilganman. Nimani Xayrullo Xatamovning barcha mol mulki xatlangan. Chirchiq arzimagan summa deyishdi. Kim aytdi shuni? Hammanglar o'zingiz kompaniya ekansizlar. Qudrat tashkiloti rahbari Xayrullo Xatamov tomonidan Aziinvest Bosh vazir o'zlari bosh turibdilar, demak yana bizga ishonchimiz bor yana deb yana kutishda davom etdik. Yo'q, qarasak yana Chirchiq qolib ketdi. Korxonaning 34% ulushiga ega ta'sischisi va rahbari Xayrullo Xatamov haqidagi ma'lumotni aytaman. Shunga o'xshash iqtisodiy jinoyatlarni sodir etganligi uchun 14 marta sudlangan. Mana shunaqangi firibgarlik qilgan odamlar qonuniy o'zini bahosini yoki jazosini olmay qolib ketadi deb o'ylamaydi. Jazo muqarrar. Prezident tashrifi bilan yangi O'zbekiston massivi yo'lga qo'yildi. Eng ajablanarlisi, bu joyga mas'ul kim? Mana shu bizni o'ylantiryapti. Mas'ul bormi mana shu joyga? Iltimos aniq bir mas'ulni bizga topib beringlar, kim mas'ul? Prezident shu yerga kelib, o'zini nazoratida bo'ladi, mana shu yangi O'zbekiston degani uchun shu yerdan olgandi, qolgan joyiga ishonmasdan. Yana bir iltimos qilamiz, muhtaram prezidentimizdan bizga bir yordam bersin. Men Gapirova Gulnoraman. Mana bu obyektdan 22-yili noyabr oyida uy sotganman. 2 ta uy va 604 million pul to'lab qo'yganman. Bilasizlarmi, qayerga to'ka bormadik. Mana shuncha, mana 4 yil mobaynida qayerga to'ka bormadik. Bizning ishimiz Genprokuratura ham ko'rib chiqdi, bizning ishimizni ham sud ko'rib chiqdi. Lekin birinchidan hukm bor, ijro yo'q. Ikkinchidan 14 marta sudlangan inson 15-marta jinoiy ish qilyapti-yu, oddiy uy qamog'i olyapti. Bu juda ham shubhali narsa. Va bilasizlarmi, mas'ullarga savolim bor edi. Ya'ni bu joylar, bu obyektni vazirlar mahkamasida ajratilayotganda qayerga qaragan? Axir inson 98-yildan boshlab toki 19-yilgacha faqat jinoiy tarafdan ish ko'rilib chiqilgan-ku va shu insonga yana mana shuncha katta obyekt berilyapti. Ya'ni ne только bizda Chirchiq, Namangan bor, bu yerda Gazalken bor, Toshkent bor. Вот. Bu joy biza olayotganimizda aynan Shavkat Miromonovich prezidentimizga ishonib oldik. Sababi shunaqa chiroyli maskan bo'ladi. Bu yerda prokuratura, bu yerda militsiya xodimi, yo'l tushadi, metro tushadi. Bilasizmi, shunaqa bir yaxshi bir joyda haqiqatan ham bir gullab yashaydigan joyda yashaymiz desak-ku, mana 4 yildan beri na uy bor, na joy bor, na pul bor. Sarson bo'lib ketdik. Mana nechta odamlar hamma sarson bo'lib ketdi. Bormagan eshigimiz qolmadi. Nechta joylarga yozsak, mana vazirlar mahkamasiga bordik, 3 marotaba bordik, 3 marotabasida ham просто ishtamas qaytib keldik. Yozamiz, qaytamiz, javob yo'q. Prezident qabulxonasiga 3 marta bordik. U yerda ham hech nima yo'q. Yana qayerga boraylik? Sud qarori bizani umuman qoniqtirmadi, lekin shunda ham biz apellyatsiya yozmadik. Sababi mayli shu joy to'xtamasin, biz tezroq uyli joyli bo'laylik, chunki qurilish boshlagan edi. Aynan may oyida, shu yili may oyida qurilish boshlaganida biz xursand bo'ldik. Mana boshladi. Chunki Xayrullo Xatamov sud jarayonida bizga va'da berdi. Men sizga va'da beryapman, sizlarga uy qurib beraman. Hammanglar xudo xolisa 1 yil mobaynida kirasizlar, shu uylarda yashaysizlar deb. Lekin mana sentyabr oyida stroyka to'xtagan, mahsul topolmaymiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli Saida Shavkatovna, sizlardan bir iltimosimiz.
Mana shuncha qora ko'z. Hammamiz bizni na uysiz, na joysiz mana yurtmiz. Shuncha pul to'lab qo'yganmiz. Ishonch faqat sizlarga. Iloji bo'lsa, kerakli insonlarni, kerakli mas'ullarni bu yerga jo'natinglar. Hammasi o'zini qo'l ostiga olsin-da va shu obyektimizga yo pulimizni bersin, yo qurib bersin. Iltimos. Oxirgi murojaatimiz sizlarga qoldi. Sababi biz televideniyaga ham chiqdik. Biz bu yerlarga ham chiqdik. Lekin hech qanaqa yordam topa olmayapmiz. Iloji bo'lsa bizga yordam beringlar. Rahmat. Assalomu alaykum. Shodmonov Husniddin. Mana shu Halol Golden Med mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan 2022-yil mart oyida mana shu yerdan Toshkent viloyati Chirchiq shahar Iftixor mahalla fuqarolar yig'ini hududidan uy qurib beramiz degan va'dasiga ishonib shartnoma tuzganmiz. Mana 4 yil bo'ldi. 2021-yil ham shartnoma tuzganlar bor. Bu yerda jabrlanuvchilar ichida 4 yildan beri qisqasi uy ham yo'q, pul ham yo'q. Bu yerda juda katta summa to'lab qo'yganlar bor. Ular ham ovora, qisqasi hamma xalq ovora. Bormagan joyimiz qolmadi. Yuqori tashkilotlardan deyarli hamma tashkilotga bosh vazir, prezident qabulxonasi, bundan tashqari bosh prokuratura hamma joyga bordik. Hech qanday ijobiy natija yo'q. Xalq o'sha ovora pulini ola olmaydi. Uy qurilishidan umuman xabar yo'q. Bu jabrlanuvchilarning ichida ko'pchiligi asosan nafaqaxo'rlar, hattoki nogiron farzandlari bor, nogironlar bor, ko'p bolali oilalar bor. Hammasi ovora. Uyda ko'plari uydagi narsalarni sotib mana shu yerdan uy olgan, ijarada turganlar. Ko'pchiligi ijarada turibdi. Bilmadim endi qanday bularga chora ko'riladi yoki bo'lmasa qandaydir bir xalqning bir yonini olib mana shu uyni qurib bersin yoki bo'lmasa pulni o'sha to'lagan summalarni o shartnoma bo'yicha har bir kechikkan kun uchun pena to'lanadi degan. Necha foizdan 5%mi, 1%mi qanchadir pena to'lanadi. Lekin mana shartnomadan deyarli 3 yil, 4 yil o'tib ketyapti. Hattoki o'sha to'lagan pullarni ham qaytarib bermayapti-da. Endi bilmadim qanday choralar ko'riladi bunga. Juda xalq qiynalib ketdi. O'shanga bir yuqori tashkilotda turgan mas'ul xodimlar bir chora ko'radimi degan maqsadda mana shunday murojaat qilyapmiz. Po'lat Shokir 2022-yil mart oylarida Halol Golden Medga pul to'laganmiz. Hozir yuqoridagilarning gapi kimdir 600 million, kimdir 20 million, kimdir mayli 15 million to'lagan bo'lsa ham, shuni peshona terimiz bilan topgan pulimiz. O'sha bizni peshona terimiz bilan topgan pulimizga mana shu yerda va'da berganlar kelib qurib bersin. Bo'lmasa o'sha pulni prosenti bilan qaytarib bersin. Nima qilaylik? Hamma ko'chadamiz. Kimdir mashinasini sotgan, kimdir uyini sotgan. Masalan, yaxshi niyatda biz farzandlarimiz uchun olgan uyimiz edi. Mana 4 yildan beri ahvol mana shu bo'lib turibdi. Endi biz mas'ul xodimlardan muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan iltimos qilamiz. Bizga bir amaliy yordam bersin. Mana shu ishimizga kimdir mas'ul bo'ladi deyilganda, bizga mana bironta bir mas'ul odam yo'q hozir. Hech kim bizni dardimizni borib aytganimizni ham kimdir bizga men bu odamga shu odam shu kontrolda bo'ladi, sizlar bemalol ishoninglar degan gap so'z yo'q. O'sha qurib beraman degan firmani rahbarini o'zini ham biz ko'rganimiz yo'q, uni bilmaymiz ham. Va'dalar bo'lgan, bo'ldi, sutdan keyin quriladi degan, mana sudi ham bo'lib o'tdi. Yana bir bor iltimos qilamiz mas'ul xodimlardan, muhtaram prezidentimizdan bizga bir yordam bersin. To'g'risi olishdan oldin Chirchiq pulni aylanib, prezident shu yerga kelib, o'zim nazoratimda bo'ladi, mana shu yangi O'zbekiston degani uchun shu yerdan olgandik. Qolgan joyga ishonmasdan hamma joy bitta, lekin masjid qolib ketdi-da. Shu 4-5 yildan beri sarsonmiz. Hech kim chora ko'rmayapti. Borgan joyimizda faqat va'da beriladi. Mana bo'pti, mana bilan 5 yil bo'ldi. Mana shunga chora ko'rishini iltimos qilardi yuqori turuvchi tashkilotlardan. Bizani shu uy yechimimizni qilib berishlarini so'rardi. Men Romanova Sadoqat aynan mana shu Halol Golden Med maslahati cheklangan
tashkilotdan jabrlanuvchilar qatoridaman. 186 ta jabrlanuvchi aynan 2021-yil dekabr oyida uy qurilishiga shartnoma imzolaganmiz. Mana 4 yil bo'lyaptiki, hech qanday na uydan, na puldan darak bor. Eng qizig'i 2025-yil 12-iyunda sud qarori bizga taqdim qilingan, lekin uni hech ijrosi yo'q. Ijro bo'lmayapti. Xayrullo Xatamov, aynan mana shu tashkilot rahbari Xayrullo Xatamov uy qamog'ida deb eshitdik. Aynan uni ham hech kim bilmaydi. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi uni bilmaymiz, lekin eng ajablanarlisi bu joyga mas'ul kim? Mana shu bizni o'ylantiryapti. Mas'ul bormi mana shu joyga? Iltimos aniq bir mas'ulni bizga topib beringlar. Kim mas'ul? 2021-yil mana shu prezident tashrifi bilan Yangi O'zbekiston massivi yo'lga qo'yildi Chirchiq shahrida. O'shanda havas qilib to'lov qilgandim. To'lov qanday? Hokimiyat orqali subsidiya topshirib, через subsidiya bilan bu yoqqa o'tkazish kerak bo'ldi. O'shanda hokimiyat chaqirganda subsidiya faqat mana shu Halol Golden mas'uliyat cheklangan jamiyat mana shu firma orqali qilingan. Boshqa hech qanaqa subsidiya yo'q. Chirchiq shahrida faqat mana shu yo'naltirilgan edi. Shu majbur bo'ldi, mana shu nimadan to'lov qilib subsidiya ekan, davlat qaramog'ida ekan deb topshirdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Специально для русскоговорящей аудитории буду обращаться по-русски, чтобы все услышали, узнали о нашей проблеме. О нашей проблеме уже более 4 лет. В течение 5 лет мы обращаемся во все инстанции Республики Узбекистан вышестоящие, но, к сожалению, никакого результата мы не получили. Поэтому у нас остается обращаться напрямую через блогеров, через соцсети. Большая просьба президентскому аппарату, к уважаемому нашему президенту, решить нашу проблему. В течение 4 лет мы не можем забрать свои деньги, мы не можем получить свои квартиры. Стройка, котлован как стоял, так и стоит на месте. И даже суд, решение суда, которое мы ждали почти год, следствие, которое длилось более года. Сейчас у нас есть решение суда, но исполнения нет. МИП никак не реагирует на исполнение. Большая просьба к нашему президенту и ко всему высшему руководству помочь в решении нашей проблемы.